Hop. Abituriyentlarga tushgan yana bir ajoyib savol. A nuqtadan shu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani toping degan. Hop, masofani D harfi bilan belgilaydigan bo'lsak, demak, uni formulasi qanaqa edi? A x0 plus b y0 plus c taqsim ilzosi a kvadrat plus b kvadrat edi formula. Hop, mana bu a, mana bu b, mana bu c, mana bu x0 va bu y0. Endi shu formulaga qo'yamiz. 5 ko'paygan 2 qo'shilgan 12 ko'paygan -3 qo'shilgan 13 modulda, yoki manfiy bo'lib qolsa ham musbat bo'lib ketamiz. Sababi masofa hech qachon manfiy bo'lmasligi kerak. Ildiz ostida 5 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati. Bularni endi ko'paytira olamiz. 10 -36 plus 13 taqsim ildiz ostida 169. Hop. 23 minus 36 minus 13. Hop, 13 bo'lib chiqargan. Bu ham 13 bo'lib chiqadi. Qisqarsa 1. Demak, to'g'ri bo'lgan masofa 1 ga teng ekan.